Bugun 11-yanvar. Hop, 7,5 kilovatli nasosimizga 20 kilovatli quyosh panelimizni o'rnatib berganmiz qish mavsumida. Hop, nasosimizni chuqurligi 120 metr chuqurligidan suv chiqarilgan. Quyosh panelimizdan kelayotgan tok shlangimiz 350 metr uzoqligiga joylashtirilgan. 350 metr uzoq ham endi qanaqa shunaqa adirliklarning orasidan olib o'tilgan. Ertalab soat 9 da ishlashni boshlagan nasosimiz, xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin. Soat 11 dan 20 minut 11:30 atrofida chiqib turishi. Bu qish mavsumida, yoz mavsumida soatlab to'xtamaydi. Ertalab boshlangan mana suv chiqishi, bemalol mana hosillarimiz suv bilan ta'minlanib turibdi. Tog'a, quyosh paneliga fikringiz qanaqa? Bir Beni Vallahi rahmat men davlatdan minnatdorman bolalarim. Rahmat. Bolalarim sog' omon bo'linglar. Mayli, rahmat. Men xursandman. Davlat sizlarga mana shunday kelib xizmat qilayotganliginglar uchun mana shunday bizlarga mana shunday nimalar chiqarganida bir O'zbekiston fuqarosi bir sizlarga minnatdorchilik. Ilohim ota-onalarga, o'zingizlarga sog' salomat bo'linglar bolalarim. Rahmat. Hop, bu nasosimizdan hozir Samarqand viloyat Urgut tumanida bitta artizandan 12 ta 13 ta dehqonlarimiz foydalanishar ekan. Xuddi shu bitta nasosdan. Inshaalloh hammalarga suvlari bemalol yetkazib beradi degan umiddamiz. Hop, skvajinimiz mana ko'rib turishingiz mumkin. 120 metr chuqurlikda turibdi. Hozirgi ko'rsatgan suvimiz xuddi shu joydan 350 metr uzoqlikka ketgan. Quyosh panelimiz mana tomga o'rnatib berganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mahsulotlarimizni eng sifatligidan keyin o'zlari tanlagan mahsulot qo'yib berganmiz. Biz o'zimiz taklif qilgan mahsulotlarimizdan ham tashqari o'zlari xullas o'zlari tanlagan mahsulotlarni qo'yib devorga chastotniklarimiz qo'yilgan. Kabellar silovoy kabellar ham qalinidan ishlatilgan. Qizib ketmaydi, xudo xolasa. Dehqonlarimiz maza qilib quyosh panelini ishlatib dehqonchiliklarni mo'l hosil qilishib turibdi. İsmingiz nima? Davudbek. Davudbek Muzaffarjon. Oqim yetsin desang agar Allohga, qo'l urmoqchi bo'lsang haq ishi savobga, mayli bormasang ham Makkatillohga, mehr ko'rsat, mehr ko'rgaysan, jon obod inson bo'lgaysan. Davudjon qumni bossang buloqlarga aylansin. Muzaffarjon cho'lni bossang gulboqlarga aylansin. Sizlarning nomingizlar faqat yaxshilikka saylansin. Mehr ko'rsat, mehrga hech baho yo'q. Mehr ko'rsat, o'zgasiga vafo yo'q. Ey yashana Davudjon. Vallahi endi choy beraman, ey. Choy beraman, vallahi. Biz hali shaydamiz. Bu xo'jaligimizga 20 kilovatli chastotnik qo'yganmiz. Bu chastotnikni 10 grid invertorlardan farqi shundaki, bu aynan nasos uchun zo'r. Nasosda bilasizlar, 10 kilovatli nasosimiz bitta yonishini o'zida puskovoy momentini hisobiga 2-3 barobar tok ko'p oladi. Bu puskovoy moment his qilmaydi. O'shaning uchun chastotniklar bilan qo'yib berganmiz. Shuning uchun suv zo'r holatda chiqib turibdi. 3-20 kilovatli obyektimizga kelganmiz. Hop, artizanimiz 50 metr 70 metr uzoqlikda joylashgan, joy yo'qligini hisobiga tomga o'rnatib berganmiz. Shu joyga mos kelgani uchun, shu joyda yaxshi effekt bergani uchun, qolgan joylarni ham ko'rganmiz. Soyalanish borligi uchun bemalol 20 kilovatli quyosh panelimiz 7,5 kilovatli skvajinli motori 100% holatda ishlab beradi. Hop, montaj ishlari, invertorlarni o'rnatib ishlatib berganmiz. Mana 12 ta dehqon xo'jaligimiz fermerlarimizga har birlariga 20 kilovatdan quyosh panelini o'rnatib berganmiz. 7,5 kilovatli nasos uchun o'rnatilgan quyosh panellarni reydlarini boshladik, xudo xolasa. Hop, quyosh panelimiz 7,5 kilovatlik skvajinli motorimizni 120 metr chuqurlikdan 350 metr uzoqlikka dala yer maydoniga suvi bemalol chiqarib turibdi. Videoda ko'rishingiz ham mumkin mana. Qo'llab-quvvatlab yursa, ilohim davlatimizga hammasiga men minnatdorman. Rahmat bolalarim, ilohim ko'rgaringlar.